Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga buncha so'rashni? Qizimni mazasi yo'q, bilasan. So'ramagan odamni qolmadi yerda. Mashinani sotmoqchiman. Nech pulga olgansan? 90 millionga olganman. Vaziyatingdan kelib chiqqan holda buni narxi 60 million. To'g'ri kelsa, hozir kartangga o'tkazib beraman. Roziman. Boshqa ilojim yo'q. Kartangni ayt. 8600. Keldi. O'g'il bola gap bo'l. Rahmat o'rtoq, o'zining kaltto beraman. You got it like that. Big Snoop Dogg with the lever. I show you how I go there. Yeah, I wanna go there. Me and you. Boshqa muborak bo'lsin. Alo. Assalomu alaykum. Da, eshitaman. Assalomu alaykum. Hurmatli mijoz, sizni markaziy bankdan bezovta qilyapmiz. Kartangizga 60 million so'm miqdorida pul tushdimi? Da 60 million tushdi. Hisob raqamingizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida sizga kod yubordik. Aytib yuboring. Tushunarli. Hozir aytaman. 56 14 63. Assalomu alaykum. Operatsiya uchun kerakli summa ichida. Kesib oling. Qayerda pul yo'q? Nima? Bilish mumkin emas. Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Kiber jinoyatlarning keng tarqalgan turlaridan biri bu fuqarolarning bank kartalari haqidagi ma'lumotlarni aldov yo'li bilan olish orqali pul mablag'larini o'zlashtirish. Internet tarmoqlarida siz qiziqqan ilovalar yordamida shaxsingizga oid ma'lumotlarni oladi va ularni boshqaradi. Firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun noma'lum manzillardan kelgan havolalarni ochmang. Telefoningizga kelgan SMS xabarnomalarni va shaxsingizga oid ma'lumotlarni begonalarga bermang. Unutmang, bank mijozlarga qo'ng'iroq qilmaydi va plastik kartadagi mablag'lar haqida so'ramaydi.